Assalomu alaykum, yaxshilar yaxshimisizlar? Bemorga chaqirishgan ekan, shuning bemor o'zi yurolmayapti. Yonida ikkita odam ushlab yuribdi. Bir tomon og'ib ketyapti, ko'zini yumolgan, ko'zini olsa bosh gildir kapalak bo'lyapti deydi, girdi kapalak. Va bitta doppler qildik, ana tomirni qani kelib turib, bitta aylanib olgan. Ko'rdingizmi? Mana bitta aylanib olgan. Tugun bo'lib qolgan, buni coiling deyiladi. Coiling fanda tomirni bukilib qolgan. Sababini so'rasam, travma bo'lgan ekan. Travma bo'lgan, travma ham shu tomirni bukilib qolishiga bitta sabab bo'ladi. Keldi, bitta bukilib ketdi. Aslida bu tekis ketish kerak. Coiling deydi, mana bosh aylanish, quloqda shovqin, qon bosimini o'ynashi, mana shu oddiy narsa. Oddiy o'zingda bezyon, og'zon dopplerda chiqayotgan narsa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, videoga like bosib qo'yasiz.